do'stlar, nimaga Parijga kelganimizni va bu yerda nima yangiliklar qilmoqchimizni, nima o'zgarishlar bo'ladi, hammasini kuzatib boringlar. Kelishimizning maqsadi bu, bilasizlar, Pribaltika tarafga o'tib ishchilar bo'yicha gaplashgani kelganmiz. Do'stlar, Fransiya aeroportiga kelganinglarda hech qachon taksida sraz aeroportdan gaplashmanglar. Mana efir yo'singa ketyapman, ishonarsizlar. Qalay, mana ekstrem turizm deb shuni aytadi do'stlar. Qani ketdik. Xullas, bolalar aeroportdamiz. Afsuski, bugun reysdan qoldi. Imенно bizni uchishimizga o'sha ikkinchi jahon urushli bombani chiqib ketdi aeroportdan, bitta vokzaldan. Shuning uchun hamma joy yopishibdi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana xudo xolisa partnyorim bilan, Yevdo Anatolovich bilan. Оказывается, я неправильно снял, снимаю. Привет всем. Салам, Узбекистан. Ana. Can sağlığı. Все хорошего вам. Здоровья. Buyog'ini kuzatib boring, inshaalloh xudo xolisa yangiliklarni kutib qoling. Assalomu alaykum. Hozir Istanbulda biz, ya'ni aeroportda, xudo xolisa Parijda hozir ko'rishamiz yana. Qani ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun biz Parijdamiz, Fransiya davlatida. Buni Muhammad akam men bilan. Assalomu alaykum hammaga. Birga kelganmiz. Eson-omon yetib keldik, xudo xolisa. Juda ko'p uchyordi, lekin o samolyot ikkinchi uyimiz bo'lib qoldi shekilli. Shuning uchun do'stlar, nimaga Parijga kelganimizni va bu yerda nima yangiliklar qilmoqchimizni, nima o'zgarishlar bo'ladi, hammasini kuzatib boringlar va pastki kanalga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Hammaga bonjour. Parijdan salom. Bu Fransiyaga keldik. Kelishimizning maqsadi bu, bilasizlar, Pribaltika tarafga o'tib ishchilar bo'yicha gaplashgani kelganmiz. Ozgincha Fransiya hayotidan ham aytib o'tmoqchiman. Do'stlar, Fransiya aeroportiga kelganinglarda hech qachon taksida sraz aeroportdan gaplashmanglar. Bolt yoki Uber prilojeniyasini yozib olinglar. Bolt yoki Uberdan chaqirsanglar, ishoninglar, sal arzon emas, ancha muncha arzon bo'ladi. Keyin bilinglar, Fransiyaga kelgan odam bu yerda 4 yulduzli ham, 5 yulduzli ham, 3 yulduzli ham gostinitsa bu yerda bir xil. Ya'ni nima demoqchiman, kvadraturasi kichkina bo'ladi. Juda kichkina, chunki bu yerda hamma narsa shuni ixchamlashganki, что hayolingizga keltirmanglar, что 5 yulduz olsam tam raskoshda yashayman deb. Mana, I'm sorry. Mana hozir biz ukam bilan Fransiya ko'chalarini sizlarga ko'rsataman. Mana ko'chalarni ham ko'ryapsizlar, kichkina, lekin hamma bir-birida qo'yib, misol uchun hurmat qilib o'tadi. No, probka bor bu yerda ham. Hozir chunki Fransiya O'zbekistondan tak adashmasam 4 soat orqada yuribdi. Probka bor, lekin baribir unaqa tiqilinch emas. Do'stlar, Yevropada sarguzashtimizni kuzatib boringlar va men sizlarga qiziqarli faktorlarni aytib, ko'rsatib olib boraman va xudo xolisa o'ylayman, sizlarga ma'qul keladi. Kim Fransiyaga oilasi bilan, yoki do'stlari bilan turizmga kelmoqchi bo'lsa, nima qilishini aytib o'tib boraman. Qani ketdik. Hozir taksi chaqirdi bizni Eyfelga borish uchun. Lekin afsuski taksi bizani topolmadi. Bilasizlar nima qildik? Biz hozir programma bitta yaxshi qiz videoga tushmadilar, faqat tushmoqchi edim, tushuntirdim. Yaxshi qizga kirdimda, chunki bu yerda yo'llari tor-da. Yo'llari tor, ko'rsatdim bundan oldingi videoda. Borishimizni o'zi misol uchun 5 kilometrlik joyga 45 minut yozyapti-da. 45 minut. O'shaning uchun men hozir ulardan iltimos qildim. Elektr skuter qatdan olsam bo'ladi dedim. Mana endi elektr skuterda Eyfelning yoniga boramiz. Ana ketdik. Yo, qizg'in bo'lyapti-chi.
u yoqni ham ko'rsatib boramiz xudo xohlasa. Lekin turistlarga maslahat beraman. Bizada o'sha programmani men nomini qoldiraman. Mana shu videomdan hozir chiqadi logotipda. Ustidan aytib qo'ysanglar, O'zbekistonning viza kartasi ham ishlayar ekan. Men hozir buni sinab ko'raman. Qani ketdik. Men oldim mana xuddi bizanikiga o'xshagan skaner orqali qilinadi va viza kartamiz o'tar ekan. Qaranglar, taksida 30 yevrolik joyi hozir 5 yevroga boramiz. Chunki buni minuti 28 или 29 sent ekan. Yana dash minut ko'paysa skidka bo'lib borar ekan. Shuning uchun maslahat beraman do'stlar. Hozir biz Eyfel bashani yoniga keldik. Bu ana. Ko'rdinglar? Hozir boryapmiz. Qiziqasan nimada? Velikda. Velida uchib keldim Parijda. Sen gapim to'g'ri ekan, voqeroq keldingmi? Oxiri keldi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ana bolalar, xudo xolasa. Ostidagi manzarani ko'rsataman. Mana manzara, mana nima deyapti manzara? Odamlarni ko'pligini qaranglar. Manzara nima deyapti bu? Nima deyapti manzara? Hozir Eyfel yoniga endi boramiz. Do'stlar, kim turist bo'lib kelsa, bemalol mana Bolt yoki Lime degan velosiped bor, bemalol u bilan sizlar sayohat qilsanglar bo'ladi. Ham arzonga tushadi taksiga qaraganda. Bu yoqni endi Eyfelda hozir ko'rishamiz. Mana Eyfel. Velosipedga ketolmay ishonasizlar. Qalay mana ekstrem turizm deb shuni aytadi do'stlar. Qani ketdik. Do'stlar, mana zaryadkam o'chib qoldi. Hozir almashtirgani keldim buni Muhammad ukam bilan. Mana bunga almashtirib ketamiz. Уже bu как toshim bo'lib qolgan. Tez almashtirib. Lekin puliga arziydi, emotsiyaga arziydi do'stlar. 2-3 daqiqadan keyin Eyfelni ko'rishamiz. Do'stlar, zaryadkam o'chishiga qaramasam mana Eyfel sizlarga. Shunaqasi velosipedimiz zaryadga o'chib qoldi. Parkovka qilishga hozir joy qidiryapman. Buni o'zining parkovkasi bo'lmasa, buni qabul qilmaydi. Shu tarafi bor. Shuning uchun shu jihatini ham hisobga olib yurish kerak, shu jihatini. Tak что, do'stlar, qalay. Do'stlar, velosipedni joyiga qo'ydim. Mana necha pul bo'ladi polis? 15 yevro. Taksida 40 yevro ko'rsatayotgan joyda men 15 yevroda keldim. 40 yevrodan 15 arsiz 25 yevro ekonom bo'ldi. Tasavvur qilinglar. Do'stlar, men Muhammad velikini ham qo'ydim. U 16 yevro bo'ldi. Umumiy hisobda 31 yevro bo'ldi. No, даже shunaqa narsa bor ekan, tam 10 yevroga 1 soat, 2 soat uchish sotosida bo'lar ekan tariflari. Bu undan ham arzonga tushadi. Ko'rdinglarmi do'stlar? Taksidan ham arzonga tushdi. Ana endi xudo xolasa Eyfelni ko'rgani ketyapmiz, qani ketdik. Wow! Do'stlar, mana keldim men. Xudo xolasa bilet olgani Eyfelga kirgan endi. Qani kiramizmi? Mir Muhammad ukam qani endi? U qayerdadir bloger bo'lib qoldi. Do'stlar, shunasa ashton hodisa bo'ldi. Ozmon turdim. Odamni ko'ryapsiz, odam yo'ljun. No просто turdim. Stadion bu yugurish sportiga juda ishqiboz ko'p ekan. Yugurib qolishdi mana xuddi. Men bolaga o'xshab kelib qolishdi. Ular просто yugurib yurishgan ekan. Men tinchlikka deb qarab turibman. Shuning uchun mana. Do'stlar, mana hamma Fransiyaning shu studentlari hammani qilib, shuning uchun qana ketdik. Ko'rsatib olib boraman. Va xudo xolasa, o'ylayman zo'r kontent bo'ladi. Atak aytib qo'y, kim Fransiyaga turizmga kelsa, hozir общий счетni hisoblab beraman. Necha pul ishlatish mumkin bu yoqda. Misol, gostinitsadan boshlab, mana shunaqa zo'r mazza qilib byudjetni aylanaman desa. Bundan tashqari, ertaga yangi videolar bilasizlar. Har kuni endi ish bo'yicha ham Yevropani ham bir sayohatini ham ishini ham ko'rsatib boramiz. Qani ketdik. Biz Eyfelga keldik-ku, ko'rdinglar-ku. Bilet olgani kelsa, odamni o'chirsa qarang. Pulimiz, chunki nimaga? Mana ko'rsan, mashdan tepaga olib chiqadi. Biletini ham narxini hozir bilsak kerak. Qani ko'ramiz endi nima bo'ladi. Do'stlar, menga hozir ukam как бы Eyfelga sayohatni podarka qildi. Men uchun to'lab berdi mana Muhammad. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Hozir buni Eyfelni ko'ramiz. Shunaqa ukalarning joni sog' bo'lsin, mana bu atak yaxshi ekan. Ko'payishsa, mana shu 200 olib kelsangiz, sekin tam gruzit qurasiz. Narxi necha puldan ekan? Ikkita varianti bor ekan. O'rtarog'i 26, eng tepasi 36 ekan. Va biz eng tepasiga ketdik. Mana ukam menga eng qimmatini olib berdi. Mana bo'lsin dedi.
Shuning uchun ana ko'ramiz endi qanaqa ekan vujudi. Tepani ko'rib mana hayratdaman lekin. Sal vohma bosyapti-yu, mayli xudo xolasa. Qani ketdik. Mana. Do'stlar, hozir ham chiqdik, xudo xolasa ko'rsatamiz. Do'stlar, bizni Mamit o'zida shahar qaraylar, qarab ko'ryapti. Atak bu emotsiya stoyt ekan puli. Mana. Butun Fransiya ko'ryapti, qaranglar. Hozir yana tepasiga chiqamiz endi. Yana tepasiga chiqamiz hozir. Qani ketdik. Ko'ramiz. I'm sorry. Oh. Ну-ка. Вообще yo'q. Da, Fransiya kelsanglar mana shu narsani men maslahat beraman chiqishinglarni, pulinglarga arziyotgan. Hozir undan ham tepasiga chiqamiz endi. Ko'rib boringlar. Do'stlar, liftga chiqamiz hozir. Chiqdik. Shu tepaga ketamiz qarab. Ana qaranglar. 187 metr, 200 metr. Ikizdan oshdi do'stlar. Вообще shahar qaraylar qarab kichkina bo'lib qoldi. Arziydi mana bir kishiga hozir hisobladi, velik bilan kelib mashina qilib olganimizga 51 yevro ketadi bir kishiga. Bitta odam kelsa 51 yevroga bunaqa emotsiya olishi bu nerealniy gap-da. O'ta byudjet ekonomda 51 yevro, 51 yevro degani o'zida 55 dollar degan pul. 55 dollarga shuncha emotsiya bu. Qoyil. Do'stlar, biz bu balonlashib boramiz. 276. Voh, 280 metrga chiqdik do'stlar, 280 metr. Qaranglar. Oh, endi bu yo'g'ida yana kadrlarni ko'ramiz. Do'stlar, Eyfelni eng cho'qqi joyiga chiqdik. Eng cho'qqi joyiga. Tasavvur qilsam eng balandligi. Shaharni qaranglar ko'rinishini. Wow, mana o'sha fonar. Tepadagi fonar. Eyfelni eng tepasida turibmiz. Mana 288 metr ekan Amir Muhammad sanadilar. Sanadi ko'rasizlar mana. Sanab yuribdi. O'g'lim izmingiz borda yaxshi. 288 ga chiqdimi o'shanda ekan? 288 odamlar ko'pligini qaranglar. Yo'qolmadi. Bunaqa emotsiyada arziydi. Do'stlar, bilasizlarmi shu odam negativga tushadi-yu, ancha asabi buziladi. Shu ishni men yaxshi ko'raman. Ham tijorat, ham sayohat qilasizlar. Hamma narsani mana qilsanglar bo'ladi. Va hayotda har bir qiyinchilikni o'tsa hamma narsani qilsa bo'ladi. Inson qilgan ishni inson qila oladi. Lekin maqtanyapti deb o'ylayotganingizda men sizlar uchun ko'rsataman, что bunaqa pullar kerak bo'lsa ishlatib ham nimadir ham qo'ramiz deb arzimagan misol uchun qanaqadir pulda tuyuladi. Shuning uchun shuncha arzimaganda tuyulgan narsani bekorga so'rmaydi-da. Do'stlar, mana mashina o'zingizga har doim dam berib turaylik va hammaga nasib qilsin. Mana bu manzarani ko'rib qanaqa qilib siz tinchlana olmaysiz eding? Qanaqa qilib o'sha xonim eng tepadan tushyapti. 288 metr balandlikdamiz. Hammaga nasib qilsin. Do'stlar, shu bilan xudo xolasa bugun Mir Muhammad ukam bilan bizani Eyfelga bo'lgan sayohatimizni yakun topdi deymiz. Nima dedim ekan? Buguncha. Ertaga endi xudo xolasa yangi joylarga boramiz, nasib qilsa, lekin ertaga juda ham vaqtimiz kam. Soat 3 da uchib ketishimiz kerak. Ulgurgancha-da. Ulgurgancha. Hammaga omad, rahmat. Sog' bo'linglar. Fransiyada Eyfelni bugungi kunni yakunlaymiz. Parijda qolishimizga sanoqli soatlar qoldi. Undan keyin Latviya Rigaga uchamiz. Chamadonlar yig'ishtirilgan. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Do'stlar, kelganinglarda mana Diva Opera otelida qolinglar. Juda yaxshi otel ekan va xizmatlari zo'r. Diva Opera va xodimlariga ham tashakkur etib qolamiz. Merci, everything nice. I am for travel bloggers. I am for recommended and you hotel. Merci. Thank you. Mana xodimlarda ham gap yo'q. Shuning uchun Diva Opera oteliga bemalol kelaverasizlar. Please, can you tell me for the street, name street? 11 11 rue 11 rue
de de Trévise. Trévise. Yes. Eshitinglar, ko'chasi nomi 11 Rue de Trévise. Shu yerga bemalol kelaverasizlar. Opera Diva oteli sizlarni kutmoqda. Xonalari qanaqadir kichkina bo'lishi mumkin, lekin juda uyutli va bemalol kelsanglar, narxlari ham kelishilgan holatda. Otelni o'zi shunaqa zo'rki, bizni mazza qildi. Shuning uchun hammaga rahmat. Xudo xolasa, merci, have a nice day. Have a nice day, thank you. Shuning uchun do'stlar, qani endi Parijni qolgan joylarini ko'rishni davom etamiz. Mana Muhammad aka mana nimadirlar qilyapti, ish qilib nimadirlar qilyapti. Mayli. Do'stlar, mana ko'rinishi ham zo'r. Bir obzor qilib beraman mana. Ko'rinishlari ham hamyonbop, unaqa qimmat, taqov, blatnoy nimadir emas. Hamyonbop otellardan biri. Do'stlar, hozir biz Parij ko'chalaridanmiz. Podarkalar oldi. Videoga bilasizlar, bir narsani aytib o'tmoqchiman. Lokatsiya bu yerda yaxshi, unaqa cho'ta ishlamayapti, bor-u, aldab yotibdi bizani boydan beri. To u yoqqa, to bu yoqqa borasanmi, shuning uchun lokatsiyada ehtiyot bo'lamiz baribir kelganda. Atak podarkalar oldi, lekin narx-navolar arzon, podarkalar oldi, podarkalar tam. Ko'p pul ham ketmadi. Просто bilib magazin tanlashinglar kerak. Chunki bilasizlar, bu yerda hayot yevroda. Bilib tanlab, bizda sovg'alarimizga bir 2-3 kishiga sovg'a oldi. 70 yevromi shunaqa ketdi. 70 yevromi, 75 yevro ketdi. Bu endi как mozor bosti yaqinlarga olasizlar. Shuning uchun. Oxirida itogo hisoblab beraman. Videoning oxirida necha pul Fransiyada polni Yevropani aylanishga ketganiga. Yana darsni ko'ramiz do'stlar. Ko'chalarni ham ko'ringlar do'stlar. Mana ko'chalari qanaqa desam sizga. Takoy kichkina bir tarafdan Istanbulda bo'lganman, Turkiyani ham eslatdim menga. Bu yerda mana jaji ovqatlanadigan joylari ham o'tdimi kecha millimetr deb. Juda kichkina joydan unumli foydalanish shart ekan. Keyin mana bu yerda mototsikl, velosipedlar juda ko'p yurar ekan. Bir narsani ko'rsataman, mana buni qaranglar. Taksi. Do'stlar, BMW'ning yangi modeli Fransiyada taksi bo'ldi. Qani? Nima deysizlar bunga? Shuning uchun do'stlar, BMWlar taksi ekan. BMW olib turib, chotki mashinada yuribman demanglar. Fransiyada taksi BMW ham. O'zimizda ham BMW kerak bo'lsa haydaganmiz, BMWchilarga hech qanaqa yo'q, просто aytib qo'ymaydi. Ba'zi birlar aytadi-yu, menda BMW ham bor. Deylar, mana BMW taksi ekan bu yerda. Shuning uchun avvalambor hammamizga nasib qilsin. Darsni davom etamiz. Jam ko'chalarga qarab nimalarni o'ylab turibdi. Men velosipedni ko'rsataman, xohlasa velikda ketamiz deb. Lekin ketdi mana. Mana shu katta ko'cha hisoblanadi Fransiyada, ya'ni kvartal ichida yuradigan katta ko'chalari. Bu yerda mashina ham, velik ham bemalol uchib yuradi. Do'stlar, sarguzashtlarni davom etamiz. Do'stlar, hozir men Ploshdaman, Fransiyani Ploshdasi. Ko'rsanglar bo'ladi. Odam ko'p, osmonni qaranglar chiroyli bo'layotganda. Mana Mamutdan to'g'ri yo'l u yoq betiga o'tasizlar-yu, ana Eyfel ko'rinib turibdi, ko'rdinglarmi? Mana Eyfel. Bu yoqqacha kelishimizga taksida keldi endi, chunki biz bugun tushib ketamiz Rigaga. Shuning uchun taksi zeta turgan joyimizdan bir 15-16 yevrolarga olib keldi. Taxminan, no, ertaga oxirida chiqazamiz. Mana bir sizlarga Fransiyani chiroyliligini ko'rsataman. Do'stlar, mana Eyfel va mana monument. Eyfelni ham qaranglar turishini. Shunday bo'lib qolibdi. Hammaga nasib qilsin kelish. Fransiyadan do'stlar, xudo xolasa bugun Rigaga uchaman, Latviyaga, hozir bitdan keyin. Shuning uchun blogimni ham ko'rsataman, hozir shunday videolar olaman va xudo xolasa YouTube'da chiqsa ko'rasizlar. Fransiyada byudjetni qilib qanaqa qilib dam olib ketsa bo'ladi, shuni tushuntiramiz. Do'stlar, albatta bu yoqqa kelganinglardan keyin bu yoqqa kelishinglarni men maslahat beraman. Sabab nimaga? Juda bir havolari zo'r, shoboda va odam hujum joylari mana ko'ringlar o'zingizlar. Haykal do'stlar, hozir aytib o'tganimdek taksiga 15-16 yevro ketdi. Endi hamma to'g'ri bu O'zbekiston uchun где-то bir 2000 mingga aylanadi. Bu yerda bilasizlar, что Yevropa bo'lgani uchun yevroda yashaysiz. Shuning uchun turistlar kelayotganda byudjetni, lekin mazza qilib dam oladigan
ham byudjetiga to'g'ri keladigan narsani blokimda chiqarib boraman. O'zimdan ham oldin aytib o'tdim. Menga yoqdi lekin Fransiyani havosi, yashash tarzi, hamma narsasi juda yoqdi. Anaqa velosipedlar bo'ldi, rasmon ekan do'stlar. Har xil velosiped ko'rdim. Ular bagajsiz ishqilib velosiped trendda. Bu menimcha muzey do'stlar, adashmasam muzey bo'lishi kerak. Lekin bu yerda kurosda kuchi bilan, mashina bilan, qanaqadir mototsikl bilan kirib mumkin emas. Bu ishlaydigan vaqtlari bemalol kirib chiqsa bo'ladi. Shuning uchun do'stlar va okadan mana bunaqa bitta shirinlik olamizmi? Hello, bonjour. How much money? Which one packet you like? One packet? One packet. 5-10. 5-10 euros. Okay. 5-10 euro ekan. One packet. Two packet, please. Which one? Two packet, yes. Big one, small one? In how much big, how much small? 5-10. 5-10. And small. 2-5? 2-5, yes. Mana do'stlar. Bu Muhammadni ham oldim endi. Jahli chiqmasa. Shuning uchun. Qiziq joylariga yana qani ketdi. Do'stlar, Louvre'ga kirishni o'zi bir kun vaqt olar ekan. O'chirib olar ekansiz, biletga o'chirib ko'p ekan. Lekin bu yerda shapka yo'q ekan. Kirsanglar bo'ladi. Shuni ham ma'lumot tariqasida qo'shib qo'yasizlar. Do'stlar, aytganimdek, mana ko'rdinglar, Louvre anaqani degan monumenti, Eyfelli. Yana bir qiziq tarafi bu yerda yosh katta odamlar ham qaranglar. Narsa ko'rsatma, yig'ilib olib, rasmlarni tuzishib, o'yinni ham o'ynashar ekan. Даже kutubxonasi bor ekan, kirib kitob o'qisanglar ham bo'ladi, bemalol o'tirib, rasmlarni ko'rib. Chunki bilasizlar, Fransiya, ya'ni iskustvoga boy davlatlardan biri hisoblanadi. Iskustvoga qiziqadigan odamlarni ham kelib ketishligini tavsiya beraman. Juda o'zingizga qiziqarli, o'zingizlarni dunyoyiladi tilingizda gaplashasizlar. Qani jiddiy endi qiziq joylarni ko'rsatib boramiz. Blok oxirigacha ko'ringlar, bundan ham qiziqarli taraflari bor. Bu yoqda sekin gapiraman, sevishganlarning ham joyi ekan. Ana qaranglar. Vup. Mana yoshlar ham sevishganlar joyi. Muhammadga qiziq bo'lib qoldi bu. Sizga ijodni olib borib yuribdi ya. Shuning uchun do'stlar, sevishganlarni ham joyi shu ekan. Kim qiziga sevgi sarqimoqchi bo'lsa, menimcha hozir bolalar ko'rib buni aka nima qilasiz kerak. Qizlar atak yigitinglarga 14-fevralga Fransiyaga olib borib Eyfelli tagida o'tiringlar deyishinglar yaxshi ekan, lekin endi bolalar faqat xafa bo'lmanglar, mendan bu ham tarixga qoladi demoqchiman. Ya'ni qizlarga yoqqan bo'lsa, qizlar layklarni ayamaymiz, bolalarga ham yoqqan bo'lsa, bolalar ham layk ayamaymiz. Tak что bizani baribir o'zbek jaydari yigitlarimizni bu narsadan qochishmaydi ham, ayashmaydi ham degan xudo xolasa hamisha shunaqa o'ylayman. Shuning uchun Fransiyaga kelib bemalol sevgi sarqisanglar bo'ladi. Do'stlar, yana men bir narsani bildimki, bu yerda yosh kattalar ham, yoshlar ham, ishxonasiga boradiganlar ham hammasi mana velosiped uchib yurishadi. Mashinada kam qatnov bo'lar ekan, bu yerda основной mana velikda hamma ishi velikda bitirishar ekan ko'chada. Arenda velik bor mana, men arenda velik ketyaptilar. Ishlarni bitirgani. Hamma narsa почти bu yerda velik, samokat, skuter, mototsikl, mopedlar rivojlangan davlat ekan. Shu narsani tushundim. Mana bundan bilan arenda verik hisoblanadi. Ya'ni chiqaz, mototsikllarga qarang, har qanaqa so'l. Mana shartda olishadi, haydab ketib turishadi-ki, shu ko'chada o'zini parkovkasi bor, qo'yib ketib turishadi, yetib olgandan keyin manzilga. Chunki mashinada borsanglar juda uzoq bo'lib ketadi, ham yo'llar kichkinani tarziga probka hosil bo'lmaydi, borishi sekin bo'ladi. Shuning uchun mana даже mana ko'rsa odam 100% qanaqadir solig'idan muammosi bor odam ham bemalol mashina yo'lda tushadi va mashinalarni qaranglar. Velosipedlarni qanaqa qilib qo'yib yuboryapti, qanaqa bemalol tushyapti mana daroshkasida. Ya men velosipedni ham kerak bo'lsa, qizilga to'xtab, peshxod o'tkazib o'tar ekan. Shu narsa yoqdi lekin menga. Sizlarga ham yoqdimi? Yoqqan bo'lsa bitta layklarni ayamaymiz. Do'stlar, Parijga safarimiz qarada xudo xolasa
va o'sha ketomizda mana qaytomizda biza faqat bitta no bor. Bizani hozir Rigaga reys 18:45 da. Lekin biz hozir uspet qilarmikanmiz? Shu bizani savol qiynayapti. Probka, trafik katta bo'lgani uchun даже 2 soat oldin yo'lga chiqsa ham ulgurolmayapmiz. Вообще hayronman hozir. Tushunolmayapmiz xullas. Qani ko'ramiz bu yoqda bo'ladi. Yurak azimcha o'ynayapti baribir. Endi посмотрим deydi-yu. Ruschalab ko'ramiz. Nima bo'ladi? Omad tilab turasizlar, videoni ko'rib boraverasizlar, bu yo'g'ini ko'rsatib boramiz. Parij aeroporti yo'llari. Do'stlar, Fransiyada bomba bo'lgani uchun bu yo'li probka bo'lib ketgan ekan, hozir samolyotga qo'yishmayapti. Ko'ramiz endi nima bo'ladi. Imini uchadigan vaqt shunaqa vaqtida keldi, yo'qmasam bunaqa kecham qolib ketmadi uni. Voy, вообще, xullas ertaga uchrashuvlar bor. Вообще bo'lyapti, ishonasizlarmi? Chida bo'lmaydi. Xullas bolalar aeroportdamiz. Afsuski bugun kech qoldi. Ana lekin ishoninglar, вообще Salla deydi, "O, ikkinchi akoshkaga borishing kerak" deydi. Ikkinchi akoshkaga qaranglar katta. O, debdi. Ishqilib вообще bo'ldi. Afsuski harakat qildi. Lekin men afsus bugun reysdan qoldi. Nasib ekan bu situatsiyani qabul qildi. Endi aeroportda bir yotar ekanmiz dedi-ku. Nasib endi aeroportda qo'yamiz, kam bilan. No, ertaga xudo xolasa Rigada bo'lamiz, mayli. Ertangi reysga hozir to'g'irlatamiz biletlarni. Biz biletlarni to'g'irladik, albatta shtrafga tushdik. Lekin hozir juda bir prikol voqea bo'ldi. Hozir storiesini ko'ringlar, aytib beraman. Bitta liftchisi bitta odam faqat tushadi. Gap yo'q. Xullas do'stlar, bomba haqida. Ishonasizlarmi, ikkinchi jahon urushidan qolib ketgan bomba ekan. Именно bizni tushimizga o'sha ikkinchi jahon urushidagi bombani chiqib ketdi aeroportdan, bitta vokzaldan. Shuning uchun hamma joy yopishibdi. U qanaqadir bomba o'sha paytda tushib qolgan. Ikkinchi jahon urushida shu bilan qolib ketgan. Tasavvur qilasizlar. O'rtoqlar, bu yerda короче terminal 2 dan 3 ga o'tishi, mana bunaqa poyezd keladi. Kirib oldi xullas. Nimadir qilib amallar. Nimadir bo'ladi, xullas kirdi. Do'stlar kuzatib boringlar, endi nima bo'lar ekan? Ish qilib nimadir bo'lyapti. Metroga chiqib oldi amallar. Xullas o'ta charchadi. Mayli, necha shu bilan bor ekan, hazm qilamiz. Biz buni yengib o'tamiz. Necha. Lekin aeroportda mana tashishdi. Tasavvur qilsa, aeroportda poyezd bor, короче, metro bor. Olib keladi. Lekin ikkinchi jahon urushida kim qolib ketgan bo'lsa ham baraka topsin mana. Endi bizga kelganda topishdi, tushundingmi? Так что bizga sabr tilagan holatda yaxshi kayfiyat sizlarga tilab qolamiz. Do'stlar, aeroportdan mana tushdik, metrosidan. Hozir chiqamiz. Umuman nima demoqchiman? Fransiyaga kelsak, qilsa bo'ladi. Bu ham bitta turizmni men hozir o'ylagan narsamiz. Hozir bundan endi biza gostinsa topishimiz kerak. Gostinsa topib qolish uchun. Metroni qaranglar. Aeroport metrosi qo'yilmaslar. Metro aeroport deyiladi. Biz gostinsa topgani keldik. Qani hozir endi rum tur qilamiz gostinsani xudo xolasa. Qanaqa bor? Shilton ham bor ekan. Shuning uchun Shilton ham bor ekan, gostinsalar ham nomi. Do'stlar, shuning uchun ko'ramiz endi. Qanaqa nima qilamiz? Hozir o'ylab topamiz. Rum tur qilib beramiz. Qanaligida bo'lib turasizlar. Do'stlar, gostinsa topdi oxiri. Buni Muhammad akam baraka topsin mana. Ishonasizlarmi, top keldi va mana kiryapmiz. Ibis gostinsasi. Nochsu aeroportga metro borib qo'yadi bizani. Так что aeroportga yaqinda ham gostinsalar bor. Endi bu kutilmagan holat bo'ldi. Aytib o'tganimdek, bundan oldingi videoda bomba bu o'sha ikkinchi jahon urushidan qolib ketgan bombalar ekan. Именно bizga kelishuvga qilishdi, lekin gostinsa такой аккуратный. O. Чётки do'stlar. Давайте olg'a dedi-yu.
Zo'r, lift kichkina ekanchi. Mana. Lifti kichikroq. Biz bu yoqdan kiramiz. Do'stlar, прическамga ahamiyat bermaydi. Bo'ldi. Mana endi aeroportga ketyapmiz. Bugun ham ulgurarmikanmiz, ko'ramiz endi. Bir sutka qolishga majbur bo'ldik. Gostinisadan chiqib ketyapmiz, o'rtoqlar. Bugun ertalabdan yana приключение bo'lgan. Call centrimiz ishlamay qolgan ishxonada. O'shani endi hozir to'g'rilash bilan boramiz. Mana u yog'ini ko'ramiz endi. Hozir ulgurarmikanmiz? Do'stlar, biz bilan samolyotda yo'lda ko'p. То есть ketayotganlar ko'p samolyotga. Aytib yurmaysizlar, kam uxlaganmiz. Reysdan ham uxlab qolmaylik. Va hozir bu yoqqa borganimiz bilan Xudo xolisa bizani ham hamkorlar va yaqin insonlarimizni kutibdi. Sal shunga reys hisoblangan munosabati bilan ko'rishadigan vaqtimiz cho'zilib qoldi reys hisobiga. Shu biz bilan uchayotganda juda ko'p, menimcha kecha ancha muncha odam reysdan qolib ketdi-yu. Ko'ramiz endi bo'larchi. Kechagi joyga boramiz yana, uchgan joyimizga. Ma'lumdan ham jonligi sog' bo'lsin, kecha emotsiyada shu yurdik ham borib olib. Do'stlar, biz ulgurdik. Tabriklaylar. Xudo xolasa bizni amalladik. Shirin ovozlar bilan yes, Riga Open dedilar. Xursandmiz. Voy, kechagi holatni men aytib bersam, emotsional holat bo'ldi. Vaqt qanaqa o'tib ketganini bilmaymiz ham. Aeroportni полный изучать qildik, Parij aeroportini. Lekin to'g'ri, bularda ham aybi yo'q. Sabab nimaga? Ikkinchi jahon urushini bombasini topgandan o'zib bityapti. Agar mabodo portlaganda nima bo'lardi? Demak, hammasi behikmat emas, ya'ni hikmati bor. Endi xudo xolisa Rigaga ketyapmiz. U yerda bizani kutib oladigan odamlar bor. Zo'r kontentlar qilamiz va Parij ham menga yoqdi. Parijda nimasi yoqdi bilasizmi? Odamni kirib kelishi bilan muomalasi, vejlivost, ya'ni yumshoq sizni kutib olishi va yaxshi kayfiyat berishi, ulashishi. Aeroportdan birinchi kirib kelgan kunimizda shunaqa chiroyli kutib olishdi va hozir chiqib ketayotganimizni ham hazil huzur qilib, Parij respekt. Misol uchun, qo'pol qilib aytganda bitta odamga 7 kun dam olib ketadigan bo'lsa, 7 kun, даже 7 kun emas, 5 kun deydi, 5 kun dam olib ketadigan bo'lsa, yangi iPhone Pro Max puli ketadi-da. Oyiga ham хотя бы 50-100 dollardan yig'sa, bu bemalol chiqadi. Kimdirlarda endi qanaqa возможностьga qarabda, shuning uchun shunaqa deb aytib o'tyapman. Ya'ni kommentda bangladesh tashlamaylar, aka, deb. Endi hammaga nasib qilsa avvalambor va возможностьga qarab yig'sa, albatta kelib ketsa bo'ladi va bu emotsiyani olishini maslahat beraman. Bulardachi nimasi qulay ekan, biz o'yladik, mana Parijdan aeroportga yetib kelish, aeroport bularda juda chekkada joylashgan. Bizani Toshkentga o'xshab shunda shahar ichida emas. Xullas aeroportga kelishimiz uchun 30 kilometrmi farqi bor-da, 25-30 kilometr menimcha chiqadi, adashmasam. Yana ketamiz ham deb o'ylayapman. Ertagina yo'q, deyishdi, aeroport ichida gostinitsa bor, bemalol yotib qolsanglar bo'ladi deyishdi va aeroportda gostinitsasiga joylashdik. Mana endi xudo xolasa bugungi nasib qildi, значит Rigada bo'lishimiz, bugunga mana uchamiz. Shuning uchun sarguzashtlarimizni davom etamiz. Qani ketdik. O'chirdi qaraylar. Lekin biz bir Muhammad bilan o'tiribmiz. Sabr qilamiz, kutamiz, hamma tushib oladi, bu yonda foydasi. Tushib olasiz. Mana chiqishni boshlashdi. Do'stlar, endi bugungi sarguzashtlarni boshlaymiz. Yangi proyektlarimiz bo'yicha va yangi yo'nalish bo'yicha ko'ramiz endi, xudo xolasa. Qani ketdik. Samolyotdan ham tushib oldik. Так, akkuratni yaxshi bolalar bo'lib, to'polon qilmasdan dedingiz ahtilda. O'zimiz ham aeroportga o'xshab ketarkan bu. Yaxshi ekan, lekin kichkinaligi, to'g'ri, katta aeroportlar ham zo'r. No, kechidagi holatda katta aeroportlarda yurish qiyin-da, yomon azob bor. Вообще, assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana xudo xolasa partnyorim bilan Yevdo Anatolovich bilan. Yevdo aka, оказывается, я неправильно снял, переснимаю. Привет всем. Салам, Узбекистан. Ana. Can sağlığı. Все хорошо вам. Здоровья.
Вот. Bu yerda mana vamda nemetskiy gestapovskiy general yashagan ekan. Bu Latviya Riga ko'chalari. Bu yerda o'sha Ikkinchi jahon urushida nemislarning generali bo'lgan, u gestapovskiy joy bo'lgan ekan. Hozir endi restavratsiya qilishgan. Mir Muhammaddan bu yerda kontentlarni bosib yotibdi. Gestapo anaqasi bo'linmasi bu Gestapovskiy emas. Ha, Gestapo bo'limi deyiladi. Organizatsiya bo'lgan. Ha, Gestapo mana organizatsiya bo'lgan ekan. Mir Muhammad to'g'irlab ketdi ukamiz. Bu Riga shunaqa chiroyli shahar ekanki, что Ну да, Latviya Riga. Mana shunaqa chiroyli shahar ekanki, что mashinalari ham toza do'stlar. Qaranglar, xuddi O'zbekistonga o'xshaydi. Mana xuddi qo'yishar ekan. Qo'shlantirishini qaranglar. Mana bu yoqda shunaqa chiroyli исторический zdaniylar такой ko'rasizlar, mazza qilasizlar. Так что Rigaga kelishlarni ham maslahat beraman do'stlar. Bu yoqni kuzatib boring, inshaalloh Xudo xolasa yangiliklarni kutib qoling. Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun hamkorlar bilan ko'rishishga ketyapmiz. Bu Riga ko'chalari. Lekin mashinalarga e'tibor berdim, mashinalari zo'r ekan. Mana. Bu yerda ko'p odamlar peshkom yurar ekan mashinadan ko'ra. Ko'rasizlar, yakshanba kuni unaqa mashina ham ko'p emas. Sabab nimaga? Chunki bular yakshanba kuni Zagreb chiqib ketishar ekan, o'zining dachniy domlari bor. O'sha yerda ko'p dam olar ekan. Bu yerda ham velosipedlar, roliklar, ya'ni o'sha samokat, skuterlar rivojlangan ekan. Yevropa почти shunga o'tgan ekan. Shuning uchun ham bu yerda даже bilasizlarmi? Bitta narsani bildim, что O'zbekistondan bularni yo'li kichkina torroq, no probka yo'q. Ish kunlari, maktab kunlari mashina ko'p bo'lar ekan. Mana bu bitta ko'cha. Mana ko'rasiz, kam mashina. Ko'chaga chiqsanglar odamlar peshkom yuraveradi mana. Sarguzashtlarni davom etamiz. Fransiyada ham zo'r kunlarimiz bo'ldi. Albatta oxirgi momentda shu bitta aeroportdan qolib ketganimizni gapirmasa, qolgani yaxshi. Plan bo'yicha ketyapti. Kecha ham O'zbekiston elchixonasi bilan uchrashdik, vakillari bilan. Suhbatimiz zo'r o'tdi. Bizani proyektga qo'llab-quvvatlashga yordam beramiz deyishdi. Biz juda xursandmiz va Xudo xolasa bu yog'ini endi tomosha qilaverasizlar. Mana shu videoni bilasizlar, что YouTube'ga tayyorlayapman. Kanaliga podpiska bo'ling va Xudo xolasa YouTube'da chiqqanda hamma narsani bizdan boshdan nimalar kechirganimizni ko'rib o'tasizlar. Ko'rasizlar, mashinalar bunaqa ko'p emas. Ikkita uchta probka ham yo'q bunaqada. Asosiy odamlar hammasi peshkom. Havo yaxshi. Salqinroq O'zbekistondagi, no приятный такой. Mazza qilib nafas olib, ko'chalarni yuradigan havolardan biri bo'lyapti. Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bugun mana ish beruvchilar bilan gaplashdik. Traktor, ekskavator, короче, zo'r ish beruvchi kelishdi. To'g'ri, oylari o'rtacha, но zato yaxshi, ishonchli joylar. Va bugun safarimizni mana yana partnyorlar bilan uchrashishimiz qo'yapti safarlarimizda. Bilasizmi, nima yoqdi menga o'zbek restoranimizni. Qaranglar. O'zbekcha hamma narsa. Sog'inib ketdim o'zbek ovqatlarini. Bu ovqatlarni ham zo'r, o'zbek ovqatlarini вообще sog'indim men. Xullas, bugun produktivniy kunotda. Albatta aytib o'tganda Fransiyada sarguzashtlar bo'ldi. Endi xudo xohlasa Germaniya ham qo'yapti. Germaniyada sarguzashtlarni ham ko'ramiz. Rigada asosiy pozitsiya missiyalarimizni tugatilib va bitib boryapti va rezultat bilan bo'lyapti. Xudo xohlasa shunga xursandman. Kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat. Do'stlar, Rigada o'zbekim degan restoran bor va o'zbekim ovqatlarini biz tatib ko'rdik. Vashi shirin, mazalari zo'r. Juda sog'inimiz o'zbek ovqatlarini. Oshnani qaranglar, oshnani. Mana kesili bo'ladi. Shunday sentrda joylashgan, mana shu yerda. Hozir reys kompaniyaga keldik. Kompaniyani chiqdik hozir bilan. Ofisi ham bor ekan. Yangilik nimadan iborat? Zo'r voditellar bo'lsa, уже nafaqat O'zbekiston, Tojikiston, SNG davlatlari bilan ham ishlasak bo'ladi. Buni plus tarafi nimadaki, bu 3000 ta mashina, oyiga 60 ta, 70 ta voditellarni taklif qilishmoqchi. Da, sizlarda savol uyg'onishi mumkin. Ibrohim, mana para yo'q bo'lsa, biz shunga bular bilan shartnoma tuzamiz, maxsuslashgan o'qish ochamiz. Bularning metodikasi bo'yicha o'rgatamiz va voditel kelsa hech qanaqa 95 kodini ham muammo bo'lmaydi imtihon topshirib olishiga. Faqat sizlardan harakat, o'qish, vaqtida kelish, kelib shu yerda faoliyat yuritish bo'ladi. Mana korosiylar bo'ladi.
hamkorlar bilan shunaqa sovuqroq joy ekan, uni kofe olamiz, чтобы issiq bo'lish uchun. Antamur Muhammad obzor qilib yotibdi polni. Shuning uchun kofe olish ham oson ekan, no plus. Mana bo'ldi. Do'qilganingizdan keyin bo'ladi. Bo'lganidan keyin bosasiz. Bo'ladida. Sakson. Ekan. Ya'ni bizani puli 8000 so'm manimcha bo'ladi. 80 yevro, 8000 9000 so'mga. Buning uchun issiqqina turganga yetmaydi baribir. Bada deydi. Shuning uchun mana shaharga ham ofisi, ya'ni 10 kilometr chetda bemalol qo'shnida kelib ketsanglar bo'ladi. Latviyada unaqa probkada yo'q. Shuning uchun O'zbekiston, Tojikiston, xudo xolasa sizlarga yengilliklar bor. Bemalol shuni boshlasa bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun endi davom etamiz. Telefonlar ham boshlandi o'sha. Do'stlar, hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Biz Rigada Nike do'koniga kirdik. Zo'r krossovkalar bor. Qizlar ayniqsa bu ko'rsa jinni bo'lib qoladi. Skidkada bo'ladi. Qaranglar, toza Nike 159 yevrodan 80 yevro skidka qilingan mana. Ya'ni 50% skidka qilingan do'stlar. Va zo'r krossovkalari bor ekan. Hozir Pumani ham ko'ramiz. Bitta targ'ibot sentrga kirdikmi Muhammad ukam bilan bir aylanamiz bugun. Shuning uchun qaranglar, даже 34 yevroga Nike toza krossovkasi bor. Bular Xitoy Pekin emas, bular original Nike do'kon, официальный do'kon, Nike do'koni skidkada, распродажада. Atak zo'r krossovkalar bor ekan. Lekin gap yo'q. Deyiladi shuning uchun. Qani hozir narxlarni yana ko'rsataman sizga. Как бы Yevropada ishlab yashab bemalol oyligiga Nike'dan ham kiysa bo'lar ekan. Shuni bildim men. Mana u butsilar ham cho'kkilari bor ekan. Necha pul ekan? 49 yevro. 49 yevroga ham Nike zo'r butsilari bor ekan. Bizga 59 yevrolik narsani 42 yevro skidkada qilib qo'yishibdi. Mana bu yoqda уже sportivkalar. Bular ham 50 tam. Mashallah narxlar 50 yevro tam, 60 yevro, 70 yevro, tam 20 yevro. Bizani pulda bilasizlar 20 yevro bu 250 ming so'm. Даже 250 ming so'mga toza Nike kiyimlarini olsanglar bo'ladi. Skidkada. Mana davom etamiz endi. Nike'dan chiqib Pumaga keldim. Mana kiramiz endi. Wow, 47 yevro. Poponi zo'rlari, poponi. Atak meni juda yoqib ketyapti. Qaranglar ma'milani 60 yevroga oyoq kiyimlar. Pumani tozasi. Zo'ri. 60 yevro bizda где-то bir 700 ming, 750 mingda bo'ladi. Bu skidkasiz yana, skidkasiz mana 37 yevroga bor Pumani tozalari. Do'stlar, biz ikkinchi blokga o'tdik. Evaluatsiyasi. Yevropada iPhone'lar kam, to'g'ri, iMac'larni ham magazinlari bor, bu aslida nimada? Poco, Honor telefonlar, ya'ni bu shunaqa telefonlar moda ekan. Samsunglar, Galaxy'lar, Redmi'lar ham bu moda. Mini o'zini официальный telefonlar. Извините, девушка, а сколько стоит этот Redmi Note 14 Pro? Если в евро. 490 евро, да? Da o, bu manimcha Redmi'lar qimmat bo'lsa kerak. Endi bu Redmi'lar yaxshi model. Endi просто men Redmi telefonini unaqa yaxshi tushunmayman. Mana kamerasi olsa bo'ldi deyiladi-yu. Shuning uchun. Bu почти bizga o'xshash. Endi bu yerda официальный iMac'larni ham topish kerak do'konni. Shu yerdan ham ko'rsa bo'ladi. Такой joy ekan. Yoqdi, lekin aptekalarni ham qarang, supermarketga o'xshaydi. Biz bu yerda aptekaga kiryapmiz. И bu yerda Habinets. Bu manimcha Vinovodka magazini. Vinovodka sotuvchisi kerak bo'pti. Yonida reklama sifatida ham savdozlashdan qilmaymiz ham deyiladi-yu. Shuning uchun aytib o'taman, shu alkogol sog'liqqa zararligini bilasiz, tamaki bilan. Shuning uchun qizlar, mana chiniylarimizga, opalarimizga, onalarimizga, singillarimizga, qizlarimizga mana shu do'konda menimcha chiqishimizga kerak. Bu yerda hamma narsa bor. Voh, qizlar, mana Jiven degan brendlari bor ekan. Menimcha buni qizlar yaxshi tushunadi. Jivenni 30% skidkada, soat, tillar, millar. Voy, mana buni qaranglar, gold light, ya'ni oq tillarni sotadigan, по-моему, joy bu.
Bu kattaligi mana. Shuning uchun do'stlar, mana ko'rib boramiz. Hozir Euronix'ga kiryapmiz. Narx-navoni ko'ramiz. Tak. JBL kolonka 69 euro, 299 euro. Ko'rdinglar, 299 euro AirPods originali. Bularda Xiaomi Honor'lar rasm oldi ekan, ha? $1000 ga tasavvur qiling, Xiaomi. 1000 euro ekan, albatta euro, uzr, 1099 euroga. iPad 10 ham mana 399 euro. Atak iPhone 16 Pro Max necha pul ekan bu yerda? Yevropada iPhone ishlab turadi. Hozir ko'ramiz. Nuqta. iPhone 256 taligi 1939 euro, 512 taligi 1689 euro, 1 terabayt 1929 euro. Bonusiga sizga AirPods bilan qo'shib berishadi. 299 eurolik AirPods qo'shib berishar ekan. iPhone'larni ko'rdinglar, narxlarini o'zingizdan solishsangiz, lekin kichkinalarga, bolalarimizga mana bu narsalar zo'r ekan. Mana PSP'larning yangilari, и plus к тому же o'yinlari ham bor. O'zbekistonga mashina olib kelish uchun VR bor ekan. VRlar narxini ko'ramiz. 500, 379, 699. VRlar narxlari. Bu yoqda web kameralar soatli ekan, bular уже brendовый. Boshqa brend Huawei, Redmi'larning soatlari plus kichkina telefonlar, такой Nokia'larimiz. И bu yoqda уже chetda Galaxy, iWatch, tam iPhone nimani 16 Pro 256 taligi 1319, 1179 128 taligi и Pro Max 256 taligi 1939. Endi O'zbekiston bilan men solishtirmadim, sababi ham bo'sh почти narxi bir xildir. Shuni ham hisobga oldim. Lekin do'stlar, eng zo'ri esinglardami yoshlikda bunaqa magnitofonlari, radiolarni, ana kasseta o'qiydigan. Bularda har doim mana shunaqa, to есть hozir ham kasseta o'qiydigan, mana buni qaranglar, 219 euroga kim yoshligi esida. Ana, bu yerda menimcha kasseta hali ham ishlatishadi. Даже menimcha adashmasam sotiladi ham. Bizda уже hamma diskotkamizda bu yerda kasseta hali ham modada ekan hozir. Hatta massajli sideniyani ko'rib tursangiz bo'ladi. Mana massajli sideniya bor ekan. 123 euro ekan. Massajli sideniya olib ham moshina gulga olib o'tirib ketsa bo'ladi, massaj olib. Endi davom etamiz va sizlarga ko'rsatib boramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun safarimiz Rigada qaridi, lekin ko'p kompaniyalar bilan, juda ko'p kompaniyalar bilan shartnomalar tuzdik va bu Germaniyaga ham o'tmoqchi edik. Germaniyaga o'tolmadi. Sabab nimaga? Chunki vaqt yetmay qoldi. Bu yerda hamkorlar bilan ko'rishib qolib ketdi. Endi xudo xolisa nasib qilsa biza Turkiyaga uchamiz, Istanbulga. Endi Istanbulga nimaga? Azgincha dam olib, kiyinib ketgani bilasizlar, shu Turkiyada kiyim-kechak arzon. Ancha arzon bo'ladi. O'tda hamkorlar ham bor, bitta-ikkita uchrashuvimiz bor, o'sha bilan ko'rishib olishimiz kerak. O'shaning uchun keyin xudo xolisa O'zbekiston shu bilan Turkiyada nasib ko'rishganda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar va assalomu alaykum Istanbul shahri. Bu yoqda endi men o'ylayman, baribir podpiskalarimdan bir 80-90% Istanbulda baribir o'zbekistonliklar bo'ladi ham. Endi bu yoqda chiroyli joylarni sal tushuntirib kuzatib boraman. Hozir birinchi boshlayman, kim birinchi kelsa Istanbulda aeroportdan chiqib sraz taksiga yopishmaylar, juda qimmat. Kamida $50 dan $100 gacha shahar yopishib qo'yadi. Aeroport Istanbul kart bor, o'shani olib turib, metrobus degan narsasi bor, endi metro bor, o'shanda ketish kerak bo'ladi. Mana shu zo'r. Qani endi sarguzashtlarni davom ettiramiz. Do'stlar, mana biz metroga chiqamiz. Aeroport bu yoqda bo'lsa, metro bu yoqda. Qaranglar. Agar taksidan Istanbul shahari nechaga kiraman desanglar, $100 dan boshlanadi. Yo'l-kiraga olib borib qo'yishi shuncha bo'lib ketgan. Shuning uchun biz nima qildik? Umar Muhammad bilan biz qilgan ishimiz bo'ldi. Do'stlar, hozir ko'rsataman sizlarga. Hozir 1 daqiqa. Kashlokum ochib. Xudo qolmasini qo'yib ol. Oldin bu narsa o'zi muammo edi bu ham.
shahar ichida sotilardi. Hozir juda zo'r qilib qo'yishgan. Shu aeroportda o'zidan olasiz. Mana bunaqa Istanbul kart olasizlar. Bu Istanbul kartdan пополнение qildi. Ya'ni hozir u umumiy hisobda 130 liraga buni oldi va 300 lira пополнение shot qildi. Shuning uchun mana endi ko'ramiz biz qolayotgan joyga necha pulga biz yetib olamiz, dollarda necha pul bo'ladi va necha pul biz ekonom qilib qolamiz. Yana bilinglar, что biz Turkiyaga turmursiz kelganmiz, o'z-o'zi qilib keldik. O'shanda narx aytamiz. Bir 5-6 kunlik necha pulga aylanishini. Masjid qaranglar do'stlar. Chiroyliligi. Do'stlar, biz metro aylanib yuribmiz. Stansiyalarni o'rganyapmiz, chunki bu yerda mashinalar ko'rdinglar, probkani yurib bo'lmaydi. Так что, mana endi hozir Taksim degan joyga ketyapmiz, chunki bizning gostinitsa Taksimda yonida joylashgan. Yaxshi, men bir marta kelgan ekanman, ancha bir Muhammadga tushuntirib yuribman. Yana shu o'zini chiqib oldi. To'xta deb tushuntirib yuribmiz, bir-birimizga. Yana odamlarni qaranglar, metro bu yerda vashshi ko'p odam metrodan foydalanadi. Qani hozir keyingi bekatda ko'rishamiz endi yana. Bilasizlarmi, hozir poyezdda nima bo'ldi? Jinni bo'lasizlar. Men metroda Mir Muhammadlar kelayotganimda soat nechida uchib keldi? 11da uchib keldi. 3da. 3da uchib keldi. Hozir soat necha bo'ldi? 6:30. 6:30 bo'ldi. Biz metrodan chiqa olmadik. Sabab nimaga bilasizlarmi? 7 bo'ldi-da, shu nimaga? Kошелёкimni pasportlar bilan yo'qotib qo'ydim deb tasavvur qilinglar. Istanbulda kошелёkim, pasportim, zagranim, hamma narsam, kartalarimgacha, pullarimgacha yo'q-da. Voy, Mir Muhammadlar tushdi. Metrodan alandi. Lekin Istanbuldagi masjid xodimlariga rahmat, metro xodimlariga, axranalariga juda zo'r ishlashar ekan. Bordim, tushuntirdim, qidirdim, oxiri shu yerdan halol ekan topdi. Oxiri bir muqat osimga hisob qo'ydi endi. O'zi bermayaptilar. Yo'q deb. Yo'q, menda tursa tekshirdim. Men bilasan, mingta xayolimga narsa keldi. Qanaqa qilaman, nima qilaman endi? Voy, boshim usha. Lekin nima yordam berdi? Mana baklashka suvi. Men shunday ko'chaga chiqib, baklashka suvini oldim Rigadan. O'sha suv qo'ygan joyimda baklashkam turibdi yerda. Men o'sha probkasidan, etiketkasidan tanib qoldim, chuvozlar. Kimda shunaqa holat bo'lgan. Qaranglar, sarguzashtlarga boy bo'lamiz lekin. Do'stlar, hozir ko'p aytolmayman, metroni ko'rsataman, shu xodimlarga rahmat aytib o'tib ketaman. Mana bu G'ayrattepa metrosi, shu xodimlarga rahmat, umuman metro xodimlariga. Sal o'zimga olib yana bu yog'ini davom ettiramiz. Qani ketdi, rahmat. O'rtoqlar, biz Turkiyada, Istanbulda pasportlarni, pullarni, hamma narsani yo'qotib qo'ygandik. Metroda. Mana bu odam, mana shu odam yo'qotib qo'ydi, mana shu hammasini 2 soatdan beri metroda qidiryapmiz. Mana orqada bir baraka topsinlar. Yugurib hammasini berdilar. Tepada chakishga chiqqanda o'sha yerda qolib ketgan ekanlar. Wow. Sizlar shunaqasi bo'lganmi? Kendim çok yaralı açan dağılıyor içimdeki duman. Do'stlar, bilasizlarmi? Bir gap aytaman. Aeroportdan, ya'ni vokzalda bo'lgan emotsiyamni aytib beraman. O'tda vobshe boshqacha emotsiya bo'lganda. Hozir sekin chiqib baylanyapman. Qanaqa emotsiyaki faraz qildi, hamma narsamni yo'qotib qo'ydim boru. Men birinchi o'yladim, pasportimni yomon. Pasportimni siqildim. Sabab nimaga? Voy, har xil endi xayol keladi-yu. Men endi asab qo'yib yuborgandan keyin kechasi Taksim ko'chalarida yuribman. Do'stlar, men bilaman, что Istanbulda hamma что hamma narsani turisi. Biz endi Mir Muhammad ukamlar shunaqa qilamizki, imенно ekstrem joylarni ko'rsatib boramiz. Что bu xalqqa qiziq bo'lish uchun ko'pchilik bormagan joylarga borib kelamiz. Shuni qani kuzatib boringlar.
Elfida bir belalı başımsın Elfida beni fark etme sakın omzumda iz bırakmam yüküm dünyaya Elfida hep aklımda kalacak beni fark etme sakın omzumda iz bırakmam yüküm dünyaya yakın Elfida hep aklımda kalacaksın hep aklımda kalacaksın. Do'stlar, bugun bir Muhammadni olib chiqdim. Hozir aylantirgani Istanbulda. Hozir tushuntirib beraman qayerda nima borligini. Bu yerda Valide Sultonni maqbarasi. Endi qaysi Valide Sultonni biz bilmadik-yu. QR-kodi bor ekan, no. Chegarni bilishsa kerak bu yerda. Hozir biz tramvay yo'liga chiqyapmiz. Sabab nimaga? Chunki Valide bilan Sulton Ahmedga borganda. U yoqdan keyin уже Osiyo tarafiga paraxodda o'tamiz bugun. Do'stlar, O'zbekistonda gaz zapravkaga o'chirib tursa, biz Mir Muhammad bilan ovqatga o'chirib turibmiz. Yo, bu navbatni qaranglar. Hech ko'rganmisiz shunaqasini? Oyil, hozir biz endi boshqa koftani topmay, shu Sulton Ahmed koftasini topdi. Shu yerga kiradigan bo'ldi, o'chirib kamroq bo'lgani uchun. Nomer 1 kofta shu hisoblanadi. Sulton Ahmed tramvayda bekati shunday tushsanglar yonida. Shuning uchun o'sib kuzatib boramiz, qaranglar o'chibdi. Odam yo'lgacha. Tak что shunaqa gaplar. Va nihoyat do'stlar, biz ovqatlangani o'sha kirdik. Mana tayyorlanamiz, ayronlar, dam. Yoqimli ishtaha. Tashakkur ederim. Turkchani ham o'rganib ketdim, boru men bu yerda. Gap yo'q. Do'stlar, Ma'mur Muhammad hozir Kadıköyga ketishga olib keldim. Aytolman, o'zi xuddi Toshkentda yuribman bu yerda mazza qilib. Mana bir marta keldim, vaqti bo'lgan. 2 yil oldinmi, 2 yil oldin keldim. 20 kuncha yashadim, adashmasam 20 kuncha deb o'tib o'n yodda oluvdim. Do'stlar, bitta narsani ko'rsam, bu yerda menimcha hamma bo'lgan. Hamma bo'lgan, uni baribir bitta ko'ringlar. Dengizda odam mazza qiladi, do'stlar. Dengiz mazza joy. Shuning uchun Kadıköyga yo'l oldik, qani ketdik Osiyo tarafga. Kemaga chiqib oldim Ma'mur Muhammad bilan. Jiddiy qo'yman. Mana Mamitcha paraxodda chiqqaninglarda bo'sh bo'lib, qarab, qizlagan, anitda chiroyli qizi bo'lsa, anqayib o'tirish kerak emas. Tepa qatoriga chiqib olish kerak mana. Tepa qatori uchun. Bu chunki hamma poylab turadi, yugurib shu qatorni oladi. Chunki ichiga kirsanglar, ana yoz kunlari ichida o'tirishni nitodi odamlarni. Shuning uchun mana tepaga chiqib olsanglar, anaqa manzarada o'tirasizlar, ko'rasizlar. Hozir sekin ketarsan. Mamitda ko'rsanglar, balonni tutishadi odamlar. Buni Istanbulga kelganlar biladi, bilaman baribir. Aytib o'taman, balonni tutishadi, ana restoranlarga topshirishadi. Mana shu balon sotadigan restoranlar bor. Biznes, короче, biznes. Qani ketdik Kadıköy tomonman endi, xudo xolasa. Kadıköy aylantirib chiqdim Mir Muhammadga ishlarini. Mana endi sizga qaytamiz, xudo xolasa. Endi damsi. Taksimga. Bu o'sha mashhur kinodagi Suleymaniya bo'ladi. Süleymaniyani kiryapmiz. Shuni ko'rgansizlar, to'g'rimi? Mana shu mashhur kinodagi Suleymaniya bo'ladi. Podshoni qasri deyiladi bu. Yo, qabrlar o'sha
Suleymaniya Davlatiy qabrdoshlari hisoblanadi. Bugun havo bulutli bo'lyapti. Yomg'ir yog'ishi mumkin. Istanbulga o'z kesimini masjidga kelish kerak, odam mazza qiladi. Faqat bu 6 ga tushishlikda bilinglar. Mana sizlar shu serialda ko'rganman, Sulton Sulaymon oynasidan chiqib turadi-yu, bilasizlar? Lo tepadan. Bundoq qarasa butun Istanbulni ko'rib turadi. Bu mana masjid deyiladi. Mana butun shahar xuddi bo'limda ko'rasizlar. Bilasizlar, что bu o'zini tarixiga ega juda boy joy. Shuning uchun har bir kelgan turistga maslahat beraman shu yerda ko'rib ketishiga. Shundoq Lalli universitetida tushib qolasizlar, tramvaydan kelsanglar va tepaga ko'tarsanglar, Istanbul universitetidan tepaga chiqqanda shuni maqbara. Kirishdagi hech qanaqa qo'llab o'tirilmaydi. Bemalol aylanib chiqib keturasizlar. Qani ketdi, endi qolganlarni yana ko'rsatishda davom etamiz. Ko'chada aylanib yurardi-yu, bilasizlar, vizirlar. Kinoda xuddi shunaqa joy. Mana boshqacha lekin atmosfera, конечно, Sesili o'zinglar qanaqadir qadimgi zamon quroldek his qilasizlar o'zinglar. Men bilasizlar, kinoda ko'rsatadi-yu, mana podsho olimlar gaplashib turishadi. Shu joy mana. Do'stlar, bu hozir masjid hozirgi kunda. Ya'ni namoz o'qiladi, ibodat qilinadi, turistlar kelib o'tiradi mana gaplashib. Ancha daqiqa kirsanglar ichigacha tinchlanadi. Ya'ni sukunat olam rizo bosadi. Mana bilasizlar, mana bunaqa narsa bor. Xavotir bilan kelasizlar va har doim o'zi bizdan ham shu masjidga kirsanglar no bosib qo'yadi. Bu shu minorani ichi do'stlar. O'tirib olmasiz, dam olishdi. Bu yerda ko'p yurasizlar. Istanbul shunaqa shaharki, ko'p oyoqda piyoda yuriladigan shaharlardan biri. Chunki boshdan aytib o'tdim, bu yerda transport juda ko'p va probkalar, mashina olganda probka hosil juda ko'p bo'ladi, imенно Istanbul shahrida. Ya'ni bilinglar, Turkiya bu hamma o'ylashi mumkin, что Istanbul bu bitta katta shahar deb. Yo'q, mana Istanbul Yevropa tarafda joylashgan. Kadirkoy degan joy bor, u Osiyo tarafda joylashgan. Shuning uchun bu qit'alar Yevroaziya deyiladi. Kadirkoy tarafga o'tsanglar probkalar kamroq, chunki yo'llari уже katta-katta. Narx tomonlama kelganda ham Osiyo taraf narxi arzonroq bo'ladi. Ya'ni Yevropa tarafga qaraganda. Shuni hisobga olamiz. Masjidga kirdik. Odam mazza qilyapti. Dam olamiz ham. Chunki bu yoqqa kirib kelish o'zi ham ancha yurib kelasizlar, tramvaydan tushganinglardan keyin o'zingizda 1 kilometrcha ichkariga kirasizlar. Adashmasam, ya'ni plus minusi bilan. Keyingi bekatimiz Xudo xolisa Sulton Ahmedning Aerosofya. Bu juda qiziq bekat. Bilaman, что 80% mani obunachilarim Turkiyada bo'lgan bo'lishi mumkin, 20% bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shu 20% lik insonlarga tavsiya etaman. Kelishinglar bilan har doimda Istanbul kart deb o'taman. Istanbul kart olinglar. Chunki yo'l kira ancha arzon tushadi. Taksida yurib ko'rmanglar, taksistlarni juda qimmatga tushirib yuboradi. U yog'i endi kartani yo'q olib Istanbul kart orqali yuborasizlar. SIM kartaga sim karta bu yoqda $50 dan $100 gacha adashmasam turadi. No, biz sim karta olmadi. Sal mash taraflama qimmatroq sim kartalari. Shuning uchun biz endi Wi-Fi dan foydalanyapmiz. O'zimiz o'zingizlar kelsanglar ham bo'ladi. Ancha arzonga tushadi. Nimagaki, gostinitsa bilan bilet sotib olasizlar. Plus o'zingizlar xohlagan joylarni atmetga qilib chiqib aylanishingiz mumkin. Shuni hisobga olinglar. Vallahi hozir biz Sulton Ahmedda keldik. Sulton Ahmedda hozir qur'on o'qilyapti. Ya'ni namoz o'qilyapti. Menimcha asr bo'ldi hozir adashmasam. Odamlarni qaranglar. Ko'p odam, ko'p. Yakshami bo'lishiga qaramasdan odam ko'p. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة
Amin. Sultan Ahmet masjidimiz to'g'risida odamlarni gurjunligini, odamlar ashi ko'p, juda ko'p. Sultan Ahmetga kirishga navbatga turibmiz va navbat sari yuribmiz. Bu yoqdan kiriladi mana. Xudo borib. Ketishlar maslahat beraman, yaxshi joyda, tarixiy. Shuning uchun hozir ko'ramiz endi pulga kiriladimi yo'qmi, pulsizmi, hozir qaraymiz. Bu Sultan Ahmetda kirish ziyoratxonaga, ya'ni o'zini vaqtlari bor. Masjidga keladigan juma kuni 2:30da ochilinadi. Bu o'sha paytda kirish taraflari binoni. Masjidga kirishda oyoq kiyimni yechib olar ekanmiz. Oyoq kiyimni yechib olib, qo'lda ushlab olamiz. Qani ketdik. Shu o'rnik qo'lga oyoq kiyimni yechib olasizlar. Necha yil asrli binolar tasavvur qilinglar do'stlar. Che tipo gli ho chiesto, ma questo cos'è? Stai facendo delle riparazioni? Perché hai messo sta roba? Bu yerdan chiqish yo'q, kirib u yoqdan chiqamiz. Sultan Ahmet masjidiga xush keldik. Voh. Mana. Oyoq kiyimlarni adashmasam mana qo'yib tursak bo'ladi. Mana endi bemalol aylansa ham bo'ladi. Odamlar bu yoqda kelib ibodat ham qila oladi, bemalol namoz o'qib. Hozirgina bildinglar, namoz vaqti bo'ldi va namoz o'qishdi. Ibodatligi qabul bo'lsin va sizlar bilan ko'rib chiqishni davom etamiz. Kelinglar, men sizga bundoq obzorni olib beraman. Kim chimagan bo'lsa tomosha qiladi. Obzorni qani ketdik. Mana do'stlar, juda ham katta masjid. Bu ichiga kirsanglar, odam energetikasidan, ya'ni kelayotgan energiyasidan mazza qiladi. Bitta tepani ham olib qo'ydim keldi, choy uchun yoqdi. Yana kuzatamiz do'stlar va qiziq joylarga borganda hozirlarga ko'rsatib beramiz. Do'stlar, biz Aerosofiyaga keldik. Adashmasam agar, endi yomon komment yozmaysizlar videoga. 531-yilmi qurilgan bu, tasavvur qilinglar. 531-yilda taxminan Aerosofiyaga kirib keldik. Ancha joyni o'zgartiribdi lekin. Brat, avtobusga ekanlar, endi burchidan olibmiz. Affedersiniz. O'sha paytda qurilgan koridorlar deyiladi. Endi bular do'stlar, bizning tilda Aerosofiya masjidi. Do'stlar,
do'stlar. Bu o'sha Aerosofya kirgan yilida tepa qisqa aylanmasi. Bu yoqda o'sha masjid bo'lganida, chunki bu qadimgi zamonda juda eshitishim bo'yicha ko'p muzokaraga borgan joylardan biri. Mana bu turgan joy, bu yerda sulton namoz o'qigan va shu joyi sulton namoz o'qigan joyda ko'p aytaylik, mana yaqinroq ko'rsataman, ko'p suiqasdda bo'lgani uchun ham yopilib xavfsizlik uchun qo'yilgan joy bo'lgan. Odamlar ko'p do'stlar, mana odamlar ko'p. Do'stlar, shunaqa qilib mana Aerosofiyani aylanishni bitirdik. Xullas, ancha aylanib chiqdik. Bu kalp seni unutur, bu kalp seni unutur, kalbin seni unutur. Bir hasretlik yüzün vardı, içimde bir hüzün vardı. Do'stlar, biz Aerosofiyadan chiqib, bu park quruvchilarni ham ko'rsak, oldingi zamon qurolda kirishganda qiladigan joy va mana bu fontanga e'tibor beramiz. Juda go'zal manzara. Juda go'zal manzara. Yo'q, endi Gid xizmatlari kerakmi? Gid xizmatlari. Bu Topkapeni saroyini bog'i bo'lgan ekan, Gulxani deb aytilar ekan. ismingiz nima sizni? Qo'yavering ismimni. Ismimni qo'yavering. Bo'ldi. Qo'yavering ismingizni. Muhimi men berayotgan ma'lumotlar. Muhimi? Da. Google'dan olmadingizmi, bodo? Yo'q, shu yerda o'qib oldim. Otaturk haykali. Do'stlar, mana parkda. Hammaga rahmat, qani ketdik. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana hozir videoni boshdan oxirigacha ko'rib chiqqan bo'lsanglar kerak. Yevropada necha pul rasxod bo'lganlarini aytaman dedim. Buning uchun faqat bitta kalkulyator olib olaman, chunki точный hisoblash uchun. Qaranglar do'stlar. Biletimiz $550 bo'ldi. Tуда обратно. Unga qo'shamiz gostinitsamiz 2 kishiga bu 80 yevrodan bo'ldi, $85dan 2 kishiga bo'ldi. O'shanda biz общий hisobda Yevropada 9 kecha qoldik. Plus $550dan biletimiz bo'ldi. Plus ishlatgan pulimiz necha pul bo'ldi? 2 kishi ishlatdi. 1000 yevrolar ketdi chunki ovqatlanishga. O'shanda 2 kishiga $2865 ikkita davlat bilan ham ko'rib kelishga 10 kunga yetdi. Bu qanaqa? Fransiya Rigada bo'ldi. Buni ikkiga bo'lsa, kishi boshiga $1432,5 dan aylanibdi. Gostinitsa hammasi bilan. Biz hech qanaqa tur paket, tur plan nimadir qilmadik. O'tga borsak ko'rdik, что unaqa tur mur sotib olish shart emas. Просто sizlar chiqib turib, даже samokatda uchdi ko'rdinglar. Eyfelga samokatda velosipedda bordi. Kartani ochasizlar telefonda, lokatsiyani urasizlar, o'zingizlar samokatlarda borsanglar bo'ladi. Bu ancha-muncha arzon tushadi taksiga qaraganda. O'sha kuni ko'rsatdim. Va o'zbek restoranlari ham bo'ldi, o'zbek ovqatlarini ham ko'rdik. Bir narsaga aytaman, kim sayohatga ketmoqchi bo'lsa, hamisha internet uni do'sti bo'lsin, ya'ni Google. Googledan ko'radi, ko'p informatsiya Google'da bor. Va mana shunchalik sayr qilib keldik. Bizning sayrimiz nimadan iborat edi? Ham davlat ko'rish, ham tijoratdan. Ya'ni biznesimiz shundan iboratki, bilasizlar, что migratsiya agentligi bilan hamkorlikda biz hozir shartnomalar tuzyapmiz, kadr yetishtirib berish, Yevropada, ya'ni professional kadr yetishtirib berish bo'yicha harakat qilyapmiz. Bu narsalarni ham epladi va xudo xolasa mana O'zbekiston Respublikasiga, ya'ni ona vatanimizga kelib oldik. Bundan shukr etaman. Taassurotlar qanday deysizlar? Taassurotlar zo'r. Bitta narsa aytaman, maqtanib o'tirurmayman do'stlar. Shuning uchun blogim yoqqan bo'lsa, bitta like ham ayamizlar. Bu blog sizlar uchun bo'ldi. Prosta ko'ringlar, tomosha qilinglar degan maqsadda. Bilaman, qanaqadir neprofessionalizm kadrlari ham bo'lgandir. Lekin uzr so'rayman. Avvalambor sabab nimaga qo'ldan kelgancha harakat qildim. Shuning uchun obuna bo'lib olishni, podpiska, like ayamimiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Xudo xolasa, bugungi mana shu borib kelgan bu safargi poyezdkamizni shu video bilan yakunlaymiz va kelgusi poyezdkalarda yana ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Rahmat.